Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon Sayl obunachilari. Armada Stroydan 13-25-51 xonadonni sotuvga qo'yib yuboramiz. Kirganingizdan koridor. Bu yoqda sanuzellarimiz ko'rishingiz mumkin. Dimoxodlari ichkarida. Shkaturkalar, elektromontajlar, mana bunaqa stяжкаlarni idealni qilib qo'yganlar. Bu yoqda hojatxonalari, shochiklarni qo'yganlar. Gaz 50-50 turbalar o'tgan, gaz turbalari. Endi 50-50 yo beriladi, yo berilmaydi. Bu noma'lum. Xonadonimiz narxini naqdga bo'ladigani 180 million qilib belgiladik. Ipotechni yoki subsidiya olaman desanglar 230 million juda ham qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun naqdga oladiganlar bo'lsa, bir xona 5-qavatdan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda balkonlari. Balkonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Уже odamlar 50%, 60% уже ko'chib kelib xonadonda yashayapti. Zarafshon Sayl obunachilari uchun kvadrat metri 46.2 ekan. Mana shu xonadonimizni sotuvga qo'yamiz. Aloqaga chiqib, bemalol baraka qilishingiz mumkin. Bir xonalik 5-etajdan.